Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bu reklama emas, diqqat qiling, bu chin ko'ngildan oziq. Faberlic kompaniyasining berdabavkasi Immuniy mishki haqida. Bu mahsulotimiz hozir O'zbekiston skladida bor, lekin 2 oy avval mana shu mahsulot yo'q edi. Bu mahsulotni men o'qib ko'rib, Rossiyaga Faberlic kompaniyasining konferensiyasiga borganimda, o'sha yerdagi skladimizga bir dona buyurtma qilib farzandimga olib keldim. 4-oktyabrdan bu yog'iga 3 yashar o'g'ilchamga mana shu Immuniy mishkini ichirdim va Allohga shukr. Bilasiz, O'zbekistonda oktyabr va noyabr oylari juda ham virus ko'paydi. Bolalar ko'pchilik shamolladi, kasal bo'ldi. O'zimni hattoki tanishlarim, yaqinlarimning 90% mana shu virus bilan og'rishdi, isitmalab, ko'chaga chiqisha olmayotganini, bog'chaga borisha olmayotganligini aytishdi. Lekin bizni bu virus oilamizni chetlab o'tdi. Mana shu Immuniy mishkini ichganimiz uchun deb o'yladim, chunki farzandim bog'chaga chiqsa ham, kasal bolalar bilan birga o'ynasa ham kasal bo'lmadi. Va men bu mahsulotni naqadar zo'rligi va ajoyibligini, rezultatini o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun barcha uy bekalari va ayollarimizga mana shu mahsulotni tavsiya qilaman. Faberlic kompaniyasining Immuniy mishkilari qizlar ichish uchun, farzandlaringizga ichirish uchun juda ham qulay. Ayiqcha ko'rinishida jelatin bo'ladi. 3 yoshdan yuqori bo'lgan bolajonlarimiz uchun bemalol ichirasiz. Tarkibida vitamin C, vitamin E, sink va vitamin D3 mavjud. Har bir uy bekalariga bu mahsulotni olib farzandlaringizga ichib ko'rishingizni tavsiya beraman. Faberlic kompaniyasining Immuniy mishkilari endi O'zbekiston skladlarida bor.